Assalomu alaykum Taj Fasad kanalining obunachilari, aziz yurtdoshlar. Musofirda, vatanda, aziz vatanimiz bo'lgan Tojikistonda, shahri tuzda kuzatib borayotgan bizni aziz podpischilarimiz, mana bugun biz Karl Marksda obyektlarimizni syomka qilyapmiz. Karl Marks, xo'p, shahri Tuz rayoni Karl Marks qishlog'i, Yoqub Karimov kitobida, kitobi ismi. Xo'p, Xudanazarov Ilhom akamizni uyini syomka qilyapmiz. Taj Fasadning mahsulotlarini mana shuni biz akamizga chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. Akamizni o'zi tergan, o'zining mehnati shuni chiroyli qilib teribdi. Shuni biz bugun syomka qilib sizlarga ko'rsatib bormoqchimiz. Xudo xolasa o'zlaringiz ko'rib bitta baho berasizlar. Kimlargadir shunday chiroyli fasadni plitalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizda ko'pdan ko'p turlari bor, ya'ni bunning 100 xildan ko'p turlari bor. Bemalol kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, xizmatdamiz. Buni terish uchun buncha ko'p kuch sarflamaydi. Kimlardir o'zi Rossiyada shunday fasajni plitalar teryapti, biladi qanday terilish kerakligini. O'zimiz o'rgatamiz, kerak bo'lsa qanaqa qilib terilish kerak. Atkoslarini, derazalar uchun atkoslar o'zimiz uyda tayyorlab beramiz. Tunikafondan sliflarni ham o'zimiz tayyorlab beramiz. Banatlariga shapkalar qo'ygan hammasini o'zimiz tayyorlab beramiz. Kimlardir kerak bo'lsa marhamat bemalol murojaat qilaverasizlar. Birinchilardan bo'lib tayyorlab beramiz. Xudo xolasa g'ishimiz kachествasiga 20 yil javob beramiz. Inshaalloh 20 yil turib beradi. Issiqqa, sovuqqa, har qanday pagodaga xudo xolasa chidaydi. Ranglari 20 yilgacha uchmaydi. Eng chiroyli mana shunday fasajni plitalarda. O'zlaringiz bitta ko'rib qo'yasizlar. Xo'p, pastlariga ham balshoy emas, mayda sokoldan akamiz zakaz qilgan. Mayda sokol qilib berganmiz. Tumbalari hammasini o'zimizning mahsulotlar. Qolaversa mana shu oq burchatkalar ham o'zimiz Taj Fasadning mahsulotlari, burchatka, bardor hammasi o'zimizdan chiqadi. Kimlarga mana shunday xo'p, burchatkalar ham kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shunday oppoqgina burchatkalar kimgadir kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Oqsimin, Eron oqsiminda bo'ladi. Ichiga kimyoviy narsalar ham qo'shiladi. Qishda muzlaganda titilib ketmasligi uchun. Xo'p, hozirgi tilda tushuntirsak, protozamir-zayka deyiladi. Rossiyada ishlaganlar bo'lsa, betonlarga spesial solinadi. Xo'p, ko'p joylarda bunday narsalar solinmaydi, aka-ukalar. Qilayotgan ishimizga, boshqa narsasiga xudo xolasa ko'p yil yana kachествasiga harakat qilamiz javob berishga, javob beramiz inshaalloh. O'zlaringiz ko'rasizlar, bitta baho berasizlar. Akamizni o'zi terib olgan. Kimlargadir shuni o'zi maqsad qilmoqchi bo'lsa, bularga ham dastavkalarimiz ham bor, kelishsak olib ham berishimiz mumkin. Boshqa mahsulotlarni ham tayyorlab berishimiz mumkin. Atkoslariga endi e'tibor berasizlar. Biron joyda bitta mix, bitta samaris ko'rinmagan. Akamiz o'ziga tushuntirganmiz qanday tayyorlash kerakligini, tayyorlab olib kelib, qanday ustanovka, montaj jarayonlarini olib kelib hammasini ko'rsatganmiz. Va yana kimlargadir keraksa ko'rsatamiz ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelishingcha videoda yana kelgusi obyektlarda uchrashguncha sog' bo'lasizlar.